Sigiri borlar bo'lsa, sigiringizga borib shundoq yuziga termilib qarasangiz, sigiringiz gapirar ekan. Qachon gapirar ekan? Iymon ko'zi bilan qarasangiz. Sigir aytar ekanki, hukamolar keltiribdilar shuni. Ey hojam der ekan, mana Alloh taolo katta jasadli, 4 oyoqli, mana bundoq boshli, 2 ta shoxli, uzun dumli qilib yaratdi. Mani yaratishdan maqsad seni so'kishingni eshitib, seni kaltagingni yeyish uchun emas. Men dunyoda senga sut beraman, qaymoq beraman, qatoq beraman, sariyog' beraman, har yili bitta bola tug'ib beraman, katta qilib buqa qilib sotasan, ishlatasan. Oxiri sutdan qolganimdan keyin, qariganimdan keyin shirin jonimni ham berib, go'shtimni ham senga berib yuboraman. Ey ahmoq, mendan foydalansang-chi der ekan. Hukamolar aytadilarki, o'sha sassiq sigir dunyoda nima vazifasi bor ekanligini bilar ekan. Ammo sen ey inson o'zingni dunyoda qiladigan vazifangni bilasanmi?